Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Mana ko'rib turganingizdek, navbatdagi videoroligimni yozib, e'tiboringizga taqdim etishni qaror qildim. Xo'p, bugungi videoroligimni, video ma'lumotimni mavzusi nima? Tarix fanidan repetitor yoki ustoz nega oliygohda o'qigan bo'lishi afzalroq o'qimagan bo'lgandan ko'ra? Va bunday ustoz repetitor biladigan va uddalaydigan nimalarni oddiy repetitorlar qilolmaydi. Albatta, birinchi savolga javob bu shubhasiz aytgan bo'lardim, individual yondashuv. Individual yondashuv bu bitta o'quvchiga bitta tarix mavzusini, masalan, qadimgi Mesopotamiya, sivilizatsiyalar mavzusini o'rganishda bitta o'quvchi yaxshi eplolmayapti, 20 marta takrorlang. Sal shustriroq, ziyrakkina, sergakkina o'quvchiga 5 marta takrorlatsangiz ham yetadi. Chunki bu yerda xronologiya, sanalar ko'p emas, mavzuni mazmun, mohiyati osongina. Sizga bu yetadi degan narsani gapirish bu individual yondashish emas. To'g'ri, bu individual yondashish bu judayam sodda va yuzaki individual yondashish haqidagi tushuncha desak bo'ladida bunaqangi gapda. Kimga necha marta takrorlash kerakligini aytish. Individual yondashuvmi? To'g'ri, bitta aspekti individual yondashuvni, lekin o'quvchini xarakter xususiyatini, temperamentini bilmagan inson, uni idrok darajasi, o'zlashtirish darajasini bilmagan inson, uni holatini, umuman ruhiyatini qandaydir ma'noda ozgina bo'lsa ham o'rganishga ulgurmagan odam, unga qanday qilib tarix mavzularini prepodnосить qilib yetkazib berishni eplolmaydigan inson, bu narsaga oddiy qilib aytganda u qadar hali ongi yetmaydigan inson, va bu gapim o'rinli bo'ladi, individual yondashish haqida deyarli gapirmasa ham bo'ladi deb o'ylayman. Chunki umumiy psixologiya, umumiy pedagogika fanlari individual yondashish uchun asos hisoblanadigan, fundament hisoblanadigan fanlar. Bu meni albatta shaxsiy qarashim. Bu faqatgina meni shaxsiy qarashim ham emas deb o'ylayman, chunki bu haqiqatdan o'zaki hisoblanadi. Pedagogik metodlar, psixologik metodlar, ilmiy tarixiy metodlardan kelib chiqqan holda individual yondashish nazarda tutiladi. Kimgadir xronologik metod bilan genetik metod yetadi, qaysidir bir fan tarix mavzusini tushuntirish uchun va unga bunaqangi psixologik ta'sirlar orqali yetkazib beriladi. Juda ham bir qo'llab-quvvatlash ko'rinishi bo'lishi mumkin. Salgina tushkunlikdagi o'quvchi uchun yoki sal bir o'z qobig'iga berkinib qolgan, bir aynan shu melanxolik va flegmatik temperamentidagi insonlarimizga bundaqa psixologik instrumentlarda ishlashimiz mumkin. Ozgina bir qo'llab-quvvatlab, bir motivatsiya berib, ruhlantirib, bir g'ayrat, shijoat shakllanishi uchun bir chetdan qo'llaniladigan bir qarsak chalish desak ham bo'ladi. O'sha shunaqa ko'rinishdagi bir maqtovlar orqali yetkazilishi kerak. Pedagogik metod bilan ilmiy tarixiy metodni ozgina mundoq qo'shib foydalansa, bu mavzuni tushuntirishda bu metodlar, ilmiy tarixiy metodlar qo'llaniladi va umuman mavzuni ma'nosini tushuntirishda esa va savol-javob qilib uyga vazifani so'rab olishda esa bunaqangi, masalan, tarixiy metodni qo'llansa bo'ladi. Masalan, aqliy hujum, masalan, aytadigan bo'lsak-da, masalan, men ham kuzatib boraman, zamonaviy juda ham bir ajoyib pedagogik metodlarimiz bor. Aqliy hujum desa bo'ladi. O'sha bir qator metodlar bor. Aqliy hujum metodida, masalan, qadimgi Mesopotamiya sivilizatsiyalari shakllanishida biz nimalarni o'rgandik desa, masalan, bu fandan qat'iy nazar har qanday fan o'qituvchisi qo'llasa bo'ladi degan fikrdaman bu aqliy hujum metodini. Kimdir aytadi, Shumer va Akkad degan davlatlar shakllangan. Kimdir aytadi, Hammurapi va Sargon degan insonlar hukmronlik qilgan davlatlar. Kimdir aytadi, demak, o'sha Tigr va Yefrat, ya'ni o'sha Dajla va Furot daryolari oralig'ida yuzaga kelgan davlat edi. Hammasiga молодец, rahmat, tashakkur degan holda, masalan, gaplar bilan yetkazilgan holda, hammanglarning gapinglar to'g'ri, keling, endi mana shu narsalar hammasini sintez qilamiz. Bir sira takrorlagan holda to'ldirib, mavzuni esimizga keltirib olamiz desak. Xuddi shunday holatda, ya'ni nima demoqchiman? Individual yondashish uchun mana shunaqangi holatda umumiy psixologiya va umumiy pedagogika metodini fanlarini o'qigan bo'lishi kerak inson. Yo universitet talabasi holida yoki institut talabasi holida tarix yo'nalishi bo'yicha o'qiyotganda. Keyingisi, bunday ustoz repetitor bo'ladigan va uddalaydigan nimalarni oddiy repetitorlar qila olmaydi.
Bu faqatgina individual yondashuv emas, to'g'ri, individual yondashuv bilan bir qatorda bu pedagogika faniga ko'proq men urg'u berdim. Psixologiya faniga urg'u beradigan bo'lsam, diqqat buzilishlari bor. Diqqatni ko'chuvchanligi, diqqat bo'linishi, parishonxotirlik kabi bir qator tushunchalar bor. Bu holatda insonni diqqatini, e'tiborini bir joyga, bir nuqtaga jamlab olib, o'sha narsaga ongli ravishda biron bir material manbani o'qib, o'rganib, tahlil qilish jarayonida diqqatni yig'ib olish uchun kerakli, masalan, psixologik mashqlar bo'lishi mumkin. Masalan, xotira buzilishlari bo'lishi mumkin, hattoki degan bo'lardim, amneziya darajasiga yetgan ba'zi bir o'quvchilar bo'lishi mumkin. Xotira qismi nimagadir esdan chiqib ketaveradi. Xotira go'yoki pamyat kirdi-chiqdi darajasiga yetib qolgan. Hattoki ba'zi bir insonlar endi yoshi kattargani sari yoki xotiraga kerak emas narsalar tiqib tashlavergani sari ham kelib chiqishi mumkin deb qaraladi. Masalan, hattoki skleroz darajasigacha. Bu aynan demensiya yoki Alsgeymer deyilmayapti. Xuddi xotira kirdi-chiqdi darvozaga o'xshab tinmasdan ochiladi, yopiladi. Tinmasdan narsani qabul qilaverishda oqibatida ham masalan shunaqangi holatlar yuzaga kelishi mumkin-da. Bunaqangi holatlarni bilmagan inson o'quvchiga psixologni qabuliga borish kerakligini ayta olmaydi. Masalan, maktabda ishlayotgan o'qituvchi bo'lsa, bu albatta aytadi. Masalan, men nimagadir senda xotirang sustligini ko'ryapman. Tavsiya qilaman senga, sinf rahbaring bilan birga masalan, maktab psixologini oldiga bir kirgan, bir suhbatini olsin. Bu o'quvchini deb sinf rahbariga ham aytishi mumkin yoki xususiy repetitorli holatlarda ham sizdan nimagadir xotirangiz rosa pand beryapti. Xotirangiz sustmi shu qadar? Nimagadir xotirangiz xuddi bir kirdi-chiqdi eshikka o'xshab qolgan. Bitta ma'lumotni bu quloqingiz bilan olib, ikkinchi quloqingiz bilan chiqib ketadi. Unaqa holatlar bo'lishi mumkin. Bu aynan diqqat buzilishi bilan, parishonxotirligi bilan ham ozgina bir bog'liq aspektlar bo'lishi mumkin-da o'quvchiga yordam berish uchun. Bu masalan, seni xotirang past ekan degan narsa har doim ham sust o'zlashtiruvchi toifadagi idrokiy pastlik bilan xarakterlanmaydi. U o'quvchini flegmatik yoki melanxolikligi uchun xotirasi pand beryapti yoki diqqati sal bir susayib qolgan, sal bir qo'polroq jumla-yu, sal bir lallayibrab qolgan o'quvchi degani emas. Temperament bilan har doim bu xarakterlanmasligi mumkin-da. Diqqat buzilishi, xotira buzilishi degan tushunchalar, terminlarimiz ham bor-da. Bu narsani esa umumiy psixologiya fanini o'qimagan inson bila olmaydi repetitorlikda. Repetitorlikda hamisha asosiy narsa natijaga qaratiladi-da. Natijaga erishish uchun o'quvchi diqqatini bir joyga to'plashi kerakmi? Yo parishonxotirlik bilan Mesopotamiyani mavzusi esdan chiqib ketishi kerakmi Misrda o'rganayotgan payti? Yoki Misrda mavzusini o'qiyapti-da, nima haqida yozilgani to'laqonli mana priyomniy punktga yetib bormayapti. Nedosoznание, xullas u qadar anglash darajasiga yetib bora olmayapti. Gap nima haqida ketyapti? Masalan, bu xo'jalik hayoti, polis egalari, qovun, loviya, piyoz, shu kabi karam, shu kabi narsalar yetishtirilgan qadimgi Misrda. Bu xo'jalik masalasi. Siyosiy masalasiga kelganda, xo'p, shimoliy Misrda demak bir qirollik yuzaga keldi. Janubiy Misrda bu qirollik yuzaga keldi yoki ijtimoiy hayotda Misrliklarda o'zi qandaydir bir ijtimoiy hayotida nima rol o'ynagan? Din, qadimgi Misr dini qanaqa din? Politeistik, ko'p xudolik aqidasiga asoslangan. Mana shunaqangi narsani ongli ravishda, sal sergakkina, ziyrakkina holatda o'zlashtirib ola olmaydi. Qaysi o'quvchilar? Parishonxotirroq o'quvchilar. U qadar bittada mana anglab angla olmaydi, bittada yetib bora olmaydi mana miyaga. O'shunaqangi o'quvchilarga yordam berish uchun ham, natijaga erishish uchun unaqa o'quvchilarga maslahat berish kerak. Nimagadir men sizda bu narsani ko'ryapman, balki mani psixolog oldiga borishingiz kerakdir, bilmam qanaqadir balki ozgina balki dam olishingiz kerakdir. Xotirangizga haddan tashqari millionta narsa kirib ketgan, joylangan bo'lsa, ozgina bir miyaga dam berish kerakdir. Miya ozgina dam olishi kerakdir. Balki darslarimizni qanchadir paytga to'xtatib turarmiz. Hozir sizning miyangiz juda ham g'uvillab ketganga o'xshayapti. Meni tushunishimcha, chunki natijam uyga vazifa beryapman, masalan deylik. Misol uchun, oxirgi mana 10 ta darsni bir 7 tasida siz uyga vazifani meni qoniqtiradigan darajada javob bera olmadingiz. Keling, ozgina xotiringizga dam beraylik yoki diqqatingiz tiklanishi uchun, parishonxotirlikni bartaraf qilish uchun sizdan mana bu psixologik mashqlarni qilib ko'ring. Ozgina tinchlaning, ozgina bir ruhiy xotirjamlik holatiga kiring degan narsalarni aytish uchun ham
odam umumiy psixologiya fanini o'qigan bo'lishi kerak-da. Masalan, men psixologlikka da'vogar emasman, men pedagogik psixolog emasman. Men umumiy psixologiyani tarix yo'nalishi bo'yicha universitetda o'qish mobaynida bir kurs sifatida boshqa fanlar qatorida arxeologiya, tarix, geografiya, masalan, sharq alomalarining ilmiy merosi kabi fanlar, xususan pedagogika fani bilan bir qatorda o'qigan insonman. Bizga umumiy psixologiya bo'yicha psixologik savodxonlik singdirilgan. Chunki tarix yo'nalishi o'qituvchisi har qanaqa fan o'qituvchilariga o'zi psixologiya, pedagogika fanlari kerak bo'ladi degan qarashlar bor o'zi. Chunki o'quvchini diqqati tarqoq bo'lishi mumkin. Albatta, unga yetkazib berish uchun, darsni juda ham bir interaktiv, qiziqarli o'tkazish uchun ham psixologiyani va pedagogikani o'qigan bo'lishi kerak-da inson. Albatta, bir maktabda o'qituvchisi bo'lish uchun emas. Xususan, xususiy repetitorlik xizmatlarida ham bu juda ham asqotadigan narsa. Ayniqsa natija kerak deb ko'ksini keradigan, juda ham bir g'ururlanib gapiradigan ba'zi bir repetitorlarimiz bor. Lekin tayyorlagan 10 ta o'quvchisidan teng yarmi nimagadir natijaga erishmaydi-da. Bu uchun albatta individual yondashilmagani sabab, balki o'quvchini diqqat buzilishi, xotira buzilishi bo'lgan bo'lsa, unga kerakli choralarda qo'llanmagani, kerakli tavsiyalar berilmagani sabab va umuman uni psixologiyasini bilmagan holda, xarakter xususiyatini bilmagan, o'zlashtirish darajasini bilmagan holda umumiy общий kotel ko'rinishda yondashuv qilingani sabab deb ham o'ylayman. Bu yerda faqatgina hamma narsani o'quvchini gardaniga yuklab qo'ya olmaymiz. Repetitor shu qadar ustasi farang bo'lganda eplardi. Epla olmadimi? O'z vaqtida xayrlashish kerakligini ham anglagan bo'lardi deb o'ylayman. Olib o'tirish kerak emas. Olib o'tirish kerak emas deb o'ylayman. Natija chiqmaydigan o'quvchimi? O'lganini kunidan kelyaptimi, qo'pol qilib aytganda? Olib o'tirish kerak emas unday o'quvchini qiynab. Mana shunday gaplarni sizlarga yetkazgan bo'ldim demak bugungi videoroligim orqali, hurmatli kuzatuvchilar. Kelasi video darslar yoki video ma'lumotlargacha, videoroliklarimgacha xayr, sog' bo'linglar.